Ayni damda sizning CSS faylingiz mana bunday ko'rinib turibdi. Lekin buni yaxshiroq qilishning iloji bor. Misol uchun, mana bunday. VS Code dasturimizning extension bo'limlar qismiga o'tib, extensionimizning nomini yozamiz. Color highlight. Extensionimizni o'rnatib olamiz. O'rnatib bo'lgandan so'ng keraksiz oynalarni yopamiz va sozlamalar bo'limiga o'tib, sozlamalar bo'limini o'ng tomonga suramizda sizga ko'rinib turgan mana bu to'rtburchak qismni yo'qotish uchun color decorator qidiruvga beramiz. Birinchida chiqqan belgini o'chiramizda. Ikkinchi ishimiz mana bu ranglarni orqasini bo'yashimiz uchun marker type. Bu yerda ajoyib xususiyatlari bor. Siz o'zingizga yoqqanini tanlab ishlatishingiz mumkin. Bizga eng qulayi background. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Yana siz uchun qanday extensionlar qiziq? Izohlarda qoldiring.